Assalamu alaykum qo'shayli makler ko'rurmenlari. Bozorga yaqin yerden 3 xonali uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Bu tarafimiz bozor taraf, ya'ni avtokassa taraf. Avtostoyanka to'g'risida sadik bor. Parkga qarama-qarshi joylashgan uyimiz. Bu tarafimiz Drujba svetofor. Shu yerda Shahla Tort deganning yuqorisida 3-etajda joylashgan uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Bu tarafdan kelsak, 3-podyezdda 3-etaj 3 xonali uyimiz. Podyezlardan ko'rdingiz, toza dombular, remontlarda yaxshi. Kelaversak, sheb jag'imizdagi uy 3 xonadan iborat. Birinchi xonamiz mehmonxonasi. Mehmonxonadan boshlab, подписчикlarimiz aytganday, remont jo'g'daylari yaxshi. Asxonani tushirmay, aziz tushirmay deydi. Asxonani tushirmasak, endi zaldan boshlayaq. Sizlarning ko'ylingizga jag'aq deb har turli zat istep o'tirmiz aytıyor. Remont jo'g'daylarini ko'rdingiz, o'rtacha holda. Bu tarafda ikkinchi xonamiz. Bu xonamiz balalar yotoqxonasi. Bu yoqqa kelsak, bu 3-xonasi, ota-onalar yotoqxonasi. 3-xonamiz. To'g'rimizda asxona bor. Asxonaning ichida remont jo'g'daylari o'rtacha holda. Kuxniy mebellar podarka berib ketadi. Ariston bor, kotel bor, bari. Chotki hozir bu yerda bari zati yaxshi, tozadan solingan bari. Ariston kotel ko'rdingiz. Gazning o'chiruvchilari bari ishda turibdi. Limit degan zatni o'ylamasangiz da bo'ladi. Bu tarafda vannasi men rakvinalari bor. Rakvinasi bor, remont jo'g'daylari yaxshi, zo'r qilib remontlangan bu taraflar. Vannasi bor. Suvdan problema yo'q dedi. Bu ikkinchisi bo'lsa, bu hojatxonamiz. Hojatxonamizning ishidan ko'rdingiz, remont jo'g'daylari bari yaxshi. Buning bahasına kelетін болсақ, buning bahası 300 milyon aytılbadır kelisimli bahada. Izinde krediti var 5 yıl. Etberiniz için rahmet, sağ, salamat bolun.